Assalamu alaikum. Bozorqo'rg'on shahri MTFdan Jusuyev 40/1dan 6 sotik uy sotuvga chiqdi. Qizil kitob dokumentlari o'z o'rnida. Bola bog'cha, mechit, mektep janында. Bozorqo'rg'ondan chiqib ele Qizilayga ketib жатқан yo'ldan o'ng joqqa Tashiva burul ko'chasine burulasыңар. Asfalt bilan tushib kelib solga burabız. Kichkina jo'rganda buna ko'prik keladi. Jo'g'ridagi ko'prikdan o'tib 100 metr yurgandan keyin o'ng joqqa pavorot bor. Bu yerdan o'zi 2-3 uchastik уже reklama qildik. Burada videolarni ko'rib dag'i adresimni tushunib olsanglar bo'ladi. O'sha pavorot bilan ele tuz tushib kelasinglar shul joqqa. O 2 etajli uy turgan jandan solga buriladi. Solga burilgandan keyin sol jaqdagi 8-jer uy. Bu uy snosga tushgan emas. Uy to'lig'imen ограждение bo'lgan piska blokdan. Uy 2 qavatli 6 bo'lma cho'ng holi, dushovoy, kuxnyasi bilan. Varatalar qo'yilgan. Mana bu yoqdan kirganda sol jaqda kolodets, svet tushgan. Tepkichlari quyilgan, lesnitsalar quyilgan. Mana birinchi etajga hozir kirib o'tamiz. Bu yog'i mana keng hol. Holdan ayanti 2,5 metr eni, uzuni 7 metr. Uyga kirganda sol joqda 2 komnata bor, uzuni 4 metr, eni 3 metr. Cho'ng terazalarga o'rin qo'yilgan buni. Sizlar ko'rib turgan 2 bo'lma, ikkinchi etajdagi shunday 2 bo'lmasi bor. 1, 2, 3, 4. Al endi o'ng joqda cho'ng mehmonxona, gostinniy. Shul mehmonxonani ikkinchi etaji ustki jog'ida родительский spalnya, ota-onalar bo'lmasi, jana dush vannasi joylashgan. Uyning orqa jog'ini o'tganda o'ta planirovkasi so'nin tushgan kuxnya. Uyning orqa jog'ini o'tganda shunday proxodimiz bor. Proxoddan o'tib ele zelyoniy zonaga tush kelamiz. Zelyoniy zonasidagi o'ta qo'z jasalgan. Zelyoniy zonadan o'tgandan keyin orqa jog'ida 9ga 4 bo'lgan 2 qavatli mal saroydagi bor. Uyning orqasida eshik qo'yilgan. Uyning orqa jog'ida cho'ng arig'i bor. Mana cho'ng ariq. Uyni kirgan jog'i planirovkasidagi o'ta qo'z bo'lgan, plan bilan bitgan. Uyimizning bahası 5.500.000 so'm. Kelishim yo'ldori bor. Bardiq so'rovlar bo'yicha tomondagi telefon nomerlariga chalib, so'rab bilib olsangiz bo'ladi. 0505 06 77 00. Urmatli ko'rarman. Shul uy kimga yoqqan bo'lsa, yaqin adamingiz bilan bo'lishib qo'yingiz.